Assalomu alaykum aziz ayollar. Bugun menopauza to'g'risida gaplashamiz. 1 yil mobaynida, ya'ni 12 oy mobaynida hayz siklini to'xtashi bu menopauza deyiladi. Menopauza 45-55 yoshda boshlanadi. Lekin ko'pchilik holatda onasini nasliyatiga qarab qilib, nasliga qarab turib yo erta yo sal kechroq bo'lishi mumkin. Menopauza bu kasallik degani emas. Bizda ayollarda eng katta bilimsizlik bu. Menstruatsion siklda cho'zilib 1 oy 2 oy yursa men menopauzaman o'zi to'xtaydi degan xatolar. Davleniya chiqadi, menopauza paytida davleniya bo'lishi kerak degan belgilar. Bunday holatlar bo'lyaptimi? Albatta doktoringiz bilan munosabat qiling va bu belgilarni, bu simptomlarni yo'qoting. Menopauza bu qizib ketish, bu ko'p terlash, menopauza hayz siklini to'xtashi o'zi. Yana bundan tashqari sizda asabiylik bo'lishi mumkin, jizzakilik bo'lishi mumkin, ortiqcha semirib, gormonal holat tuxumdon faoliyatini to'xtatganligi, sekillashganligi, to'xtatganligi sababli menopauza hayz kelishi to'xtaydi. Mana shu holat xolos. Eng katta bizning xatomiz, biz unga kasallik emas deb qarashimiz. Menopauza bu kasallik emas. Agar sizda davleniya, qon ketishlar bo'lsa, bu muammoni hal qilishdir. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Diqqatli bo'linglar aziz ayollar.